Navbatdagi tomli so'rimiz kelib o'rnagan. Bu so'rimiz Namangan viloyati 3 tumanidagi bir qishlog'imizga kelib o'rnagan. Bu so'rimizning razmerlari 4 metrga 2,5 metr qilib yasalgan. Bu so'rimizga ishlatilgan profillari stoykalar 8 ga 8, 1,5 stenkadan foydalanilgan. Mana bu suyanadigan qismlari 6 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'ladi. Gul qismlari 10 lik kvadratdan bo'ladi. Maloshniy rangga bo'yab berganmiz. Tagi yog'och tushadigan joylari 6 ga 4, 8 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'ladi. Zinalarigacha bitkazib berganmiz. Polni o'sha 1,5 stenkali materiallardan qilib, buni tomlarigacha polni bitkazib, slif, milif, vodostoykani qo'ymaganmiz, lekin buchak gullariga o'zlaring bittada light tugmasini bosib qo'yasizlar. Pollariga o'sha sasna yog'ochlarni qo'yib, qalinligi 2,5 qalinlikda qilib beramiz. Narxi 15,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Voha viloyatlariga kelishilgan holatda bo'ladi. Ya'ni masalan 5-600 ming so'm qo'shilib qolishi mumkin dastlabki ustanovkasiga.